Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sharg'on pichog'ini kanalini kuzatuvchilari, sizlarga navbatdagi naborimizni ko'rsatishda davom etamiz. Xudo xolasa, buni bir akamiz Namangandan buyurtma qildi, bir qadrdonaga sovg'a qilib beradi ekan. Pichoqlari nabor qilib terilgan, teri pichog'i, go'sht kesadigan pichog'i, go'sht kesadigandan kattasi, mana bu yerda mana bitta bo'g'iz pichog'i ham bor. Boltalari ham bor, hammasi bor. Xudo xolasa, chexollarni ham o'ziga moslab, rangiga moslab qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ularni zakaz asosida qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kimni qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Boltamiz ham katta boltadan bo'ldi. Bemalol suvaylab cho'paverasizlar. Muqon rasmini tushirib, akani o'zimiz zakaz asosida qilib berganmiz. Pichoqlari nержавейкаdan ishlangan. Zaylab qorayib qolmaydi umuman. Buni o'zlaringiz ishlasanglar ham uyga bitta вечный nabor bo'lib qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol yozaveringlar. Bitta reaksiya qoldirib ketinglar kommentariyaga.